Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Muhtaram azizlar, mehribonlar, buyuk bo'lgan Parvardigorga behisob shukrlarimiz, hamd sanolarimiz, maqtovlarimiz, suyukli Habibimiz sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Mehribon Alloh biz ojiz bandalarga aqlimizga ham yetmaydigan, aqlimiz ham yetmaydigan, sanab adog'iga yeta olmaydigan bisyor hisobsiz ne'matlar in'om qilgan. Bu haqida kalomi Qur'onda aytadiki, astaizu billah va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanaydigan bo'lsangiz, aslo uni adog'iga yeta olmaysiz. Mehribon bo'lgan zot bandalariga shunchalik hisobsiz, hatto aqlimiz ham tasavvur qila olmaydigan darajada adog'i bo'lmagan, chegarasi bo'lmagan ne'matlar in'om qilgan ekan. Endi bu ne'mat berguvchini, bu ne'matlarni evaziga esa Parvardigor bizdan o'ziga shukr qilishlikni nima qilar ekan? Xohlar ekan. Shukr qanday amal? Bir inson, qo'shnimiz, yaqinimiz bizga nimadir bir yaxshilik qilsa, nimadir undan bir yaxshilik, nimadir bir xayrlik, nimadir hojatimiz ravo bo'lishligi agar o'tadigan bo'lsa, o'sha insonga nima qilsak, qanday qilsak xursand bo'ladi, minnatdorchiligimni qanday unga izhor qilsam degan bir fikrda, o'yda, xayolda bo'lamiz. Vaholanki aslida u inson ham bizga o'xshagan bir inson, ojiz bir inson. Alloh taolo unga imkon berdi, shu ishni qildi. Endi butun olamlar Parvardigori bo'lgan mehribon Robbimiz bizga hisobsiz ne'matlar berib turibdi. Iymon berdi, aql xush berdi, farosat berdi, sog'lik, tansihatlik, osoyishtalik, ofiyat, yurt tinchligi, farzandlar, bola chaqa, oila, qo'yinki ko'zimiz ko'rgan, ko'zimiz ko'rmagan qancha ne'matlar, aqlimiz yetgan, aqlimiz yetmagan qancha ne'matlar. Endi bu ne'matlarni albatta shukrni qilishlik kerak. Alloh taolo yuqorida aytganimizdek, bandaga hisobsiz ne'mat berdi deb zikr qilyapti. Nima uchun aynan shu narsani zikr qilyapti? Aqlimiz ham aslida buni biladi. Farosatimiz ham bunga yetadi. Hamma narsa Allohdan ekanligiga. Alloh taolo farosat bergan, aql bergan, shu orqali albatta buni topa olamiz. Lekin aynan yana Alloh taolo takror o'zining oyatida, o'zining kalomi Qur'onda bu narsani aytishligi nimadan dalolat qiladi? Agar fikr yuritadigan bo'lsak, bu Alloh taolo hisobsiz ne'mat berdimi? Endi hisobsiz ne'matni shukri ham hisobsiz bo'lishiga kerakligidan dalolat qiladi. Hisobsiz ne'matni shukr, albatta hisobsiz shukr, ne'matning shukri o'sha ne'matga hisobsiz bo'lishligidan, ya'ni shukrni hisobsiz, son sanoqsiz, o'tirganda, turganda, yurganda ham qalban, ham jasadan, butun vujud bilan, butun qalb bilan, butun kerak bo'lsa e'tiqodan, aqidada ham shukronalik e'tiqodi, shukronalik aqidasi bo'lishiga kerak. Chunki aqida inson uchun muhim jihatlardan biri. Bobo kalolimiz So'fi Olloyor hazratlari ta'birlari bilan aytganda, aqida bilmagan shaytona eldir, agar 1000 yil ibodat deb qilsa u yildir. Ya'ni insonni qalbida aqidasi, Alloh taologa bo'lgan shukronalik aqidasi, Alloh taolo ne'mat bergan, shuncha ne'matlarni bergan zotga shukronalik aqidasi, ya'ni Alloh taolo shu ne'matni bergan degan bir aqida bo'lmasa, u qiyin bo'lar ekan. Chunki aqida muhim, e'tiqod muhim. Iymon qalbda bo'lganidek, aqida ham qalbda bo'ladi. Ya'ni iymon ham bu aqidaning bir bo'lagi. Iymon ham albatta aqidaviy masala. Kimniki aqidasi mustahkam bo'lmasa, aqidasi mukammal bo'lmasa, iymoni mukammal bo'lmasa, albatta u shaytonga eldir. Ya'ni shaytonning elidandir. Insonning dushmani bo'lgan shaytonning elidan, shaytonni izidan yurgan bo'lar ekan. Agar aqida bilmagan holatda ibodat qiladigan bo'lsa, e'tiqodi mukammal, mustahkam, e'tiqodi, aqidasi mukammal bo'lmagan holatda ibodat qiladigan bo'lsa, 1000 yil ibodat qilsa ham, qarangki, havoga, shamolga uchib ketadigan holat bo'lar ekan, agar e'tiqodi Alloh taologa nisbatan mukammal bo'lmasa. Shuning uchun biz ham shukronalik e'tiqodida, shukronalik aqidasida bo'lishimiz kerak. Aslida shukrona bo'lishligimiz, shukrona qilishligimiz ham bu bizni foydamizga. Alloh taolo muhtoj emas bizni shukrona qilishligimizga. Alloh taolo behojat, ahadus somad bo'lgan, behojat bo'lgan zot. Biz bunga muhtojmiz. Oyatda aytadiki Alloh taolo, istaiz billah,
La in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsangiz, men sizga ne'matimni ziyoda qilaman. Qarang, shukrona keltirish ham bandani o'zini foydasiga bo'lar ekan. Shukrona keltirishlik orqali banda o'ziga o'zi ne'mat yana ziyoda bo'lishligi sabab bo'lar ekan. Mehribon Alloh taolo qarang, o'zi buyuryapti bizga shukr qilishlik va bu shukr qilishligimiz bu ham o'zimizga foydamizga ekanligini ta'kidlayapti. Ya'ni men sizga ne'matimni ziyoda qilaman. Yurt tinch, alhamdulillah, shukr, behisob shukr deb buni qadriga yetsak, Alloh ne'matini ziyoda qiladi. Parvardigor, iymon berding. Buni qadriga yetsak, ne'matni ziyoda qiladi. Son-sanoqsiz atrofimizda ne'matlar, farzandlar, oila, ota-ona, bola-chaqa Alloh ziyoda qilar ekan. Har bir ne'matni qadriga yetaylik. Nima uchun? Chunki u ne'mat kimdan kelyapti? Xoh u ne'mat katta bo'lsin bizning nazdimizda, xoh kichik bo'lsin. Lekin u ne'mat kimdan kelyapti? Qanday zotdan kelyapti? Buyuk bo'lgan, mehribon bo'lgan, kuch-qudrat sohibi bo'lgan Parvardigordan, Alloh taolodan kelyaptimi? Albatta, bu ne'matni xoh kichik, xoh katta bo'lsin, hamisha banda shukrni ado etish kerak. Xo'sh, shukrni ado etish qanday bo'lar ekan? Og'zaki alhamdulillah shukr deyishlik bilan yo'q. Bu ne'matlarning shukrini ado etishlik Alloh taolo bergan bu ne'matlarni, ko'z ne'matlari, quloq ne'matlari, oyoq ne'mati, qo'yinki hamma ne'matlarni o'zi rozi bo'ladigan o'rinda ishlatishlik bilan buni shukri ado etilar ekan. Ko'zni qarashlik uchun berdi. Yomon narsalarga, fahsh, gunoh ishlarga qarashlik uchun bermadi. Yaxshilik uchun, ibodatga, ota-onaga, toatga, Qur'on o'qishlik, xayr ishlar, zikr qilishlik, borinki hamma xayr ishlar uchun qarashlik uchun berdi. Xuddi shunday qolgan barcha ne'matlar ham. Ota-ona ne'mati, farzand ne'mati, tinchlik ne'mati, iymon ne'mati. Shuning uchun har bir ne'matni o'zi rozi bo'ladigan, o'zi nima uchun yaratgan bo'lsa, shu uchun ishlatadigan bo'lsak, albatta bu ne'matning shukri bo'lar ekan. Parvardigoro, iloha hammamizga Alloh bergan ne'matni shukriga yetadigan bandalarni inshaalloh shakur bandalar maqomini bersin. Ilohim tinchligimizga aslo ko'z tegmasin. Yurtimizda tinch, osoyishta, inshaalloh ofiyatda, yaxshilikda inshaalloh umrguzaronlik qilishlikni Parvardigor hammamizga inshaalloh o'zi musharraf aylasin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.